Bir domla chaqiriladi, Qur'on o'qiladi, keyin domla amri ma'ruf qiladi, keyin duo qiladi, chiqib ketadi. Mana shu uslub shariatda bormi desa, yo'q shariatda. Ko'rsatma yo'q, hadisda yo'q. Payg'ambar alayhissalatu vassalom bu ishni qilganlari yo'q. Lekin buni jamlamasi bor. Bir jamoat yig'ilib o'tirsa, o'sha jamoatda g'iybat bo'lganidan, behuda, bema'ni gap so'z bo'lganidan bir ahli ilmning suhbati bo'lishligi, o'sha jamoat nimadir manfaat olib ketishligi shariatning maqsadiga uyg'un. Bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'lganda ham nurun alo nur bo'ladi. Go'zal bo'ladi. Toshkentda boshqacharoq, Andijonda boshqacharoq, Namanganda boshqa, Xorazmda boshqacharoq, Qoraqalpog'istonda boshqacharoq. Bularning hammasi urfga muvofiq bo'lsa joiz. Endi urfga xilof bo'lsa, shariat uni qabul qilmaydi. Erkak ayol aralashib, mast qiluvchi ichimliklar qo'yilib, ya'ni yarim yalang'och o'yinchilarni olib kelib, huda behuda jakuyga o'xshagan artistlarni, jo'qiga o'xshagan artistlarni olib kelib qo'yib, kayf, sapo, ur yiqit, dabdala rasvo bo'ladigan bo'lsa, shariat bunga aytadiki, joiz emas deydi. Isrofgarchilik mutlaqo harom. Avval men aytib berdim bir joyda. To'yxonada bir kun oldin to'y bo'ldi, shu cho'tda deyapti. Biz amri ma'rufga borgan edik, suhbat qildik, chiroyli bir ya'ni xayriya bo'ldi, ihson, ko'pchilikni chaqirishgan. Bir kun oldin shu yerda to'y bo'ldi dedi. O'sha to'yga 200 ming dollar sarflandi dedi. 2 milliard 300 million so'm taxminan. Yoki 2 milliard 200 million so'm. Bir kunlik to'yga. Artistlarni olib kelgan, Afg'onistondan bitta artist keldi dedi, 25 ming dollar berdi dedi. Toshkentdan ba'zi artistlarni borgan 18 ming bergan, bittasiga 10 ming bergan. Artistlarni o'zini hisoblasak 100 mingdan oshib ketyapti. Endi u yerda pul sochdilar, boshqa narsalar qistirlar, isrof bu. Harom shu ish. Innal mubazzirina kanu ikhwanash shayatin. Isrof qiluvchilar shaytonlarning birodarlaridir. Shaytonning aka-ukasidir. Harom. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yenglar, ichinglar, isrof qilmanglar. Isrof qiluvchilarni Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi.